So'xda g'ayrati baland ayollar juda ko'p. Ular orasida Shahrizod Amiraliyeva o'z mehnati va intilishi bilan ajralib turadi. 8 oylik yosh bolasi parvarishi bilan band bo'lishiga qaramay, u tadbirkorlik yo'lini tanlagan. Pazandalik sirlarini Kasb-hunar kollejida o'rgangan Shahrizod bugun o'z xonadonidagi mo'jazgina oshxonasida turli xil pishiriqlar tayyorlab, aholiga yetkazib bermoqda. Tandirda pishirilgan uy noni, somsaning bir necha turi, qatlama, shirinliklar, pechenye, tort va chakchak barchasi o'z xaridoriga ega. U ijtimoiy tarmoq orqali buyurtmalar qabul qiladi. Aytishicha, guruhida 2000 dan ortiq obunachi bor. Farmoyish asosida mahsulot tayyorlab, mijozlarga yetkazib beradi. Mehnati orqali oila budjetiga munosib hissa qo'shmoqda. Yosh bola tarbiyasi va tadbirkorlikni bir vaqtning o'zida olib borish oson emas. Ammo Shahrizod uchun mehnat muvaffaqiyat garovi. Mana men necha oylardan buyon shu pazandalikni men boshladim. Boshlaganimdan buyon daromadi yaxshi. Har kuni turli xil narsalar pishiraman. Qatlama, uy noni, tandir somsa, duxovka somsasi, pitsa, har xil narsalar. O'zimga ham pishiraman. Bir 3 oycha bo'ldi, sotuvga chiqaryapman. Daromad qanaqa endi? Daromad endi yaxshi. Bir kunda 3 ta, 4 tadan oshiq nima olaman, zakaz olaman. Bir oyda endi o'zim daromadimni hisoblaydigan bo'lsam 3 millionga boradi. Demak, o'zingizga yetadi. O'zingizga tebratishga. U faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Mahalla tavsiyasi bilan Oftobru mahalla guzaridan alohida xona ajratish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Darvoqe Shahrizod faqat pazanda emas. U bo'sh vaqtlarida ijod bilan ham shug'ullanadi. She'rlar yozadi. Ayrim ijod namunalari davriy matbuotda e'lon qilingan. Odamiylik haqidagi she'rlardan birini bizga ham o'qib berdi. Shahrizod kabi tashabbuskor va mehnatkash ayollar nafaqat o'z oilasi, balki jamiyat taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'shmoqda. Mehnat, sabr va intilish muvaffaqiyatning eng ishonchli yo'lidir.